Assalomu alaykum. Bugungi kunda yurtimizda prezidentimiz boshchiligida barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy iqtisodiy islohotlar doirasida Davlat kadastrlar palatasining yerlarni auksionga qadar dasturga joylashtirish, kelishish ishlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan ham 2025-yil davomida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan o'zlariga tegishli bo'lgan meros qilib qoldirilgan umrbod egalik, ijara va doimiy foydalanish huquqlari asosida 24175 ta yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha arizalar kelib tushgan. Shundan 15560 ta yer uchastkalari xususiylashtirilishi maqsadga muvofiq deb topildi va 9376 ta yer uchastkalariga mulk huquqi e'tirof etildi va davlat orderlari shakllantirilib, yer uchastkalari xususiylashtirildi. Shuningdek, Davlat kadastrlar palatasi tuman shahar filiallari tomonidan qariyb 75700 taga yaqin qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan bo'sh yer uchastkalari aniqlanib, vakolatli tashkilotlar muhokamasi uchun elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritildi. 41389 ta yer uchastkalari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish maqsadida auksion savdolariga chiqarildi. Yakka tartibdagi turar joy bino inshootlarini qurish maqsadida esa tuman shahar hokimliklari tomonidan taklif etilgan 5949 ta yer uchastkalaridan 5332 tasiga kadastr idoralarining tuman shahar filiallari tomonidan yer tanlash materiallari ishlab chiqilgan bo'lib, 4161 tasi auksion savdolari orqali sotilganligini ma'lum qilamiz. Shuningdek, 2026-yildagi rejalarimiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, tadbirkorlarga hamda vakolatli tashkilotlarga qulaylik yaratish va tizimlarda inson omilini kamaytirish maqsadida sun'iy intellektdan keng ko'lamli foydalanishni yo'lga qo'yishni reja qilib olganmiz. Bunda asosiy erishiladigan yutuq tizim shaffofligini yana ham oshirishdan iborat.